Assalomu alaykum. Demak, 8-sinf adabiyot darsligi yangi nashr. Kirish. Bu yerda davr, ijodkor va adabiyot munosabati bo'yicha mavzu berilgan. Demak, bu yerda e'tibor qilamiz. Badiiy adabiyot bu hayotning inikosi, tasviri, aksidir. Har bir ijodkor o'zi yashagan davr voqealarini, uni o'ylantirgan, quvontirgan, qayg'uga solgan voqea hodisalarni badiiy obrazlar vositasida qayta yaratadi. Ya'ni har qanday badiiy asarda hayot tasvirlanadi. Yozuvchi o'zini yashagan davri bo'ladimi yoki tarixiy davr bo'ladimi? Asosiysi o'zini o'ylantirgan, o'zini fikrlarini voqealar orqali, obrazlar orqali o'quvchiga yetkazishni maqsad qiladi. Misol uchun Chexovning Xameleon hikoyasida bosh qahramonimiz Achumelov obrazi orqali biz nimani tushunamiz? Bu qahramonning o'sha laganbardorligini, amaldorlardan qo'rquvini, jamiyatdagi ijtimoiy tengsizlikni tushunamiz. Yozuvchi buni bizga hajviy yo'l bilan ko'rsata olgan. Yoki umuman boshqa asarlar Mehrobdan shayon bo'ladimi? Yoki Abdulla Qodiriyning romani O'g'ri hikoyasi bo'ladimi? Abdulla Qahhor hikoyasi yoki Rahmat sizga xonim hikoyasi bo'ladimi? Umuman o'zbek adabiyotimi, jahon adabiyotimi barchasida yozuvchini mana shu asarida nima bo'ladi? Uning orzu intilishlari, ideallari, armonlari, uzoq asrlardan beri yashab kelayotgan milliy qadriyatlar bo'ladi. Eng asosiy masala bu milliy qadriyat. Xo'p. Endi Muhammad Yusuf qalamiga mansub Kuz she'ri berilgan. Mana shu she'rni ko'rib o'tamiz. Suv o'tlari to'la irmoqni muzdek qilib qo'ydi sunbula. Demak, bu yerda birinchi badiiy detal bu sunbula hisoblanadi. Mana badiiy detal deb turibmiz. Chunki badiiy asardagi she'r bo'ladimi, dramami, nasriy asarmi, hammasidagi har bir obraz, har bir mavjudot, har bir o'simlik yoki har bir qurilma bu badiiy detal deb qaraladi. Qachonki yozuvchi unga biror bir badiiy maqsadni singdirsa. Demak, sunbula nima qildi? Suv o'tiga to'lgan irmoqni muzday qildi. Demak, o'sha tabiatni go'zalligiga o'zini hissasini qo'shdi. Bu tashxis bilamiz. Jonlantirish. Yel tortqilab barkut yaproqning yuragiga soldi g'ulg'ula. Bu ikkinchi detalimiz bu yel. Shamol nima qilibdi? O'sha barkut yaproqni yuragiga g'ulg'ula solibdi. Uni qo'zg'atibdi. Albatta bu ham tashxis. Biz buni tashxis desak ham yoki jonlantirish deb qarasak ham bo'ladi. Endi qarang, mana bu yerda barkut yaproq deyapti. Qanday yaproq? Yaproqning belgisi bu barkut so'zi. Albatta bu sifatlovchi, aniqlovchini kelishi bu sifatlash hisoblanadi. Keyingi bandiga o'tamiz. Ko'kda yana oppoq turnalar, arg'imchoqlar solib uchishdi. Mana bu yerda turnalarni jonlantirib tasvirlayapti. Bular ham badiiy detal, xuddi ko'kda arg'imchoq solib uchishibdi. Endi bu yerda o'xshatish ham bor. Chunki turnalarni o'sha guruh bo'lib ketib borishi xuddiki bir arg'imchoqqa qiyoslangan. Biz buni
o'xshatish, tashbih deb qabul qilamiz. Mana bu turnalarni harakatini tashxis, jonlantirish deb qabul qilamiz. Biz maktabga chopdik, tillarang terakzorlar yig'lashga tushdi. Mana biz maktabga ketyapmiz, bolalar birgalikda terakzorlar yig'layapti, bu jonlantirish. E'tibor qiling, qanday terakzorlar? Tillarang. Bu sifatlash albatta. Endi bu terakzorlarni yig'laganligini yoki o'sha sumbulani muzday irmoqni muzday qilib qo'yganini, yelni g'ulg'ula solgani, bularni hammasini aslida biz metafora deyishimiz ham mumkin. Ya'ni o'sha harakat o'xshashligi metaforada bo'ladi-ku. Xo'p. Endi adabiyotda yana bir narsaga e'tibor qilishimiz kerak. Bir voqea, hodisa yoki muhim shaxsga turli ijodkorlarning turlicha munosabat bildirishi mumkin. Demak, bir voqea, bir davr, bir inson. Lekin biz yozuvchi har xil munosabat bildirishi mumkin. Bu yerda hozir buni tushuntirish uchun Yuriy Gagarin haqida ma'lumot berilgan, ya'ni 1960-yillarda fan va texnologiya bu jadal sur'atlarda rivojlandi va ayniqsa Yuriy Gagarin, o'sha sovet kosmonavti, insoniyat tarixida birinchi bo'lib koinotga parvoz qildi. Amerikadagi astronavt Nil Armstrong esa oyga birinchi bo'lib qadam bosdi. Mana bu insoniyat hayotidagi muhim yutuqlar edi. Mana shu voqealarga hozir Abdulla Oripov boshqacha yondashadi, Erkin Vohidov boshqacha yondashadi. Biz buni umumiy qisqacha ko'rib o'tamiz. Mana 20-asr. Abdulla Oripovning Asrimiz odami she'riga e'tibor qilamiz. Qaysi asr haqida gap ketyapti? 20-asr. Ya'ni 20-asr odami nima qildi? Endi bu she'rda mana mening ko'z o'ngimda jonlanar tarix, ya'ni yozuvchi o'tmishga e'tibor qaratyapti. 20-asrdan oldingi tarixni kuzatyapti. G'amlardan to'qilgan shu ko'hna olam. Bu eski ko'hna olam bu g'amlarga to'lib ketgan. Ya'ni o'tmishdagi urushlar, jangu jadallar, quldorlik tizimi, inson haq huquqining toptalishi, mana shu nima deydi? Johiliyatdan kamolot sari intilayotgan insonlarning orzu armonlari ko'ziga ko'rinadi yozuvchini. Asrlar birma-bir o'tar va axir yuksalar qarshimda eng baxtli odam. Inson davrlar osha sivilizatsiyaga erishib, endi u bugun eng baxtli odamga aylanyapti. Ya'ni uni turmush sharoiti, ilm-fan taraqqiyoti sababli juda ham yengillashgan. Yuksalar shu dam chopar urinar, talpinar qaygadir bilmasdan tinim, ya'ni insonlar tinim bilmasdan harakat qilyapti. Baxtining yonida g'ami ko'rinar, g'ami ko'rinadi baxtida uning. E'tibor qilamiz, bu 20-asrdagi ilmiy yutuqlar, bu rivojlanish, bu baxt bo'lsa, uni yonida g'am ham bor. Ya'ni bu har bir yutuqning salbiy jihati ham bo'ladi. Misol uchun 20-asrda atom bombasi ixtiro qilindi, lekin bu orqali qancha inson aziyat chekkan. Inson qayerga qarab ketyapti? 20-asrning odami. U nima istaydi? Shonu shavkatmi? Yulduzlardan baland, kundan purziyo. U nima istaydi? Tengsiz qudratmi? Oyog'i ostida yotsinmi dunyo? Mana dunyoni bu texnologik taraqqiyotga salbiy jihatiga qarayapti. Inson dunyoni oyoq osti qilishgacha boryapti. Dunyo xavf ostida qolyapti. Bu nimada? Mana u nima istaydi?
Do'stim, savolning yo'qdir keragi, u istaydi buning hammasini ham. Biz bu she'rda go'yoki insoniyatni ochofatday, ochko'zday ko'ramiz. Mana odamlar o'tdilar bir vaqt bir zamon, o'tdilar eng oddiy baxtdan ham yiroq. Ya'ni biz uchun bugungi kunda eng oddiy baxt deb qaralayotgan narsalar avval orzu edi. Mana yagona orzu non bo'lgan, non topolmaganlar, o'sha ocharchilik davrlari bo'lib o'tdi. Bilamiz 1930-yillarda yoki undan oldingi paytlarda va eng buyuk armon ozod yashamoq edi. Ya'ni o'sha insoniyat ozod yashash uchun, mamlakatini ozodligi uchun kurashgan davrlar ham bo'lgan barcha davlatlarda. Odamlar o'tdilar bir vaqt bir zamon, ha yashab o'tdilar endichi mana. O'zi bandi bo'lgan olamni ustidan hokim bo'lmoqni istar u yagona. Mana. Demak, biz o'zi bu dunyoga inson bo'ysunishi kerak. Lekin o'sha o'tmishda inson dunyoga bo'ysungan. Ibtidoiy davrda tabiat hodisalari, chaqmoq, yomg'ir bularni sirli holat deb qaragan. Xudoni qahri kelyapti yoki Xudoni marhamati deb o'sha bu hodisalarni mohiyatini tushunmagan, dunyodan cho'chib turgan inson. Lekin 20-asrga kelib inson dunyoga hokimlik qilyapti. Suniy qor yog'diryapti, suniy chaqmoq chaqtiryapti. Mana. Endi inson she'riga e'tibor qilamiz. Bu Erkin Vohidov qalamiga mansub g'azal hisoblanadi. Mana. Sobitu sayyorada. Sobit so'zi lug'atlarni yodlaymiz. Bu mustahkam degani. Mustahkam va sayyorada inson o'zing. Inson o'zing deyapti. Bu yerda insonga ijobiy tarafdan ham qaraladi. Sobit o'z ma'vosida, ma'vo so'zini ham yodlab qo'ying, bu manzil, o'zini manzilida sobit, mustahkam inson. Shams so'zi bu quyosh degani. Shams quyosh, qamar oy bilasizlar. Shams dil taftingdadir, quyosh seni dilingni, qalbingni taftida. Sayyoralar mana kaftingda. Qaranglar, bir vaqtlar sayyoralarni insoniyat o'rgana olmagan, teleskop bo'lmagan. Bugun sayyoralar uni qo'lida turibdi, naq bo'lib. Keng jahon zaptingda, bog'bon o'zing, posbon o'zing. Mana qildingu oyda xirom, o'sha oyga bording deyapti Neil Armstrong. Amerikalik uchuvchi bordi birinchi marta. Ham yerda qon to'kding harom. Bilasiz, birinchi jahon urushi ham, ikkinchi jahon urushi ham 20-asrda bo'lib o'tdi. Ushbu holingdan mudom handon o'zing, giryon o'zing. E'tibor qiling, bu yerda tazod san'ati orqali, ya'ni qarshilantirish orqali juda zo'r fikr beryapti. Xursand bo'lgan ham o'zingsan, birovlarni qonini to'kib, o'sha urushlarni ham kimdir boshladi-ku. Adolf Hitler masalan xursand edi. Giryon o'zing, giryon bu yig'lovchi degani. Yig'layotgan ham, urushni qoralayotgan ham o'zing. Demak, yaxshi insonlar ham bor, yomon insonlar ham bor. Mana shuni hisobiga muvozanat saqlanib turibdi aslida. Mana inson kim? Inson Marsga to'p otguvchi sen. Marsga qarab zambarak otadi bu inson hali borib. Marsni vayron qilishi mumkin. Zuhroni uyg'otguvchi sen. Zuhro yulduzini kerak bo'lsa o'rganib turibdi insoniyat deymiz. Uyquda qotguvchi sen. Yana g'aflatda ham yashaydi inson, ko'zini ochmay. Uyg'on o'zing, uyg'on o'zing. Demak, avvalo inson uyg'onishi kerak. Demak, she'rni muhim ayrim joylarini ko'rib o'tdik. Bu yerda afg'on so'zi ham bor ekan, buni bilamiz. O'zagida fig'on, ya'ni nola so'zidan kelib chiqqan. Xo'p, endi kirishdan keyin bu yerda hadislar haqida ma'lumot berilgan. Imom Buxoriyni ijodiga e'tibor qaratamiz.
Demak, hadis so'zi bu arab tilida xabar, gap, yangilik ma'nosini bildiradi. Ya'ni payg'ambarimiz tomonidan aytilgan nasihatlar, ko'rsatgan amallari yig'ilib bu hadis bo'ladi. Bular og'zaki shaklda amalga oshirilgan va payg'ambarimizni vafotidan keyin dinimiz dushmanlari tomonidan soxta hadislar yaratila boshlangan. Shuning uchun natijada hadislarni yig'ish, ularni soxta va to'qimalaridan ajratish, tizimlashtirish, avloddan avlodga yetkazish, tasniflash bilan shug'ullanuvchi olimlar paydo bo'ldi. Bular muhaddislar edi. Muhaddis bu HDS, hadis so'zidan kelib chiqqan, ya'ni hadis o'rganuvchi. Albatta bu muhaddislar juda ham ko'p. Bularni ichida mana hadis ilmining sultoni deya nom olgan bu Imom Buxoriy edi. Uning birgina Al-Jomi as-Sahih to'plamida 7000 dan ortiq hadis jamlangan. Sahih so'zi bu ishonchli degani, jomi bu jam, ya'ni ishonchli hadislarning jamlanmasi degan ma'noni bildiradi. Bu 7000 hadis. Endi bu yerda hadislardan parchalar berilgan. Bu yangi maktab darsligini muhim jihati, hadisni berib, o'sha hadisni mazmuniga mos biror bir ijodkorlarni she'riy parchalarini ham beribdi. Bu juda ham yaxshi. Ya'ni o'quvchida solishtirish, taqqoslash imkoniyati paydo bo'ladi. Mana birinchi hadisda musulmon odamning o'z birodaridan 3 kundan ortiq arazlab yurishi, bir-birini uchratganda teskari qarab ketishi yaxshi emas. Ularning qay biri avval salom bersa, o'sha yaxshi odam. Demak, bu salom berish haqida. Salom aslida ikkinchi bir insonga sihat tilash, salomatlik tilash hisoblanadi. Bu salomatlik ikki dunyoda ham kerak. Ya'ni bu dunyoda ham kerak salomatlik, o'sha xavfdan omonda bo'lishimiz, va u dunyoda ham kerak. Chunki u dunyoda qiyomat azobi bo'ladimi, o'sha sirot ko'prigidan o'tish xavfi bo'ladimi? Mana shulardan omonlik tilash uchun aytiladigan narsa bu. Bu muhim narsa. Bu bitta salomning ostida bir musulmonning ikkinchi musulmonga bo'lgan cheksiz muhabbati yotadi. Endi demak, musulmonlar ichida eng yaxshisi o'sha ginalarni unutib birinchi bo'lib salom berib birinchi qadam bosgan inson ekan. Endi Maqsud Shayxzodani she'riga e'tibor qilamiz. Do'stlar, yaxshilarni avaylab saqlang. Demak, biz yaxshilarni nimaga saqlashimiz kerak? Demak, yomonlar ham bor. E'tibor qiling. O'sha birinchi marta salomga qo'l cho'zadigan, ikkinchi musulmonga yaxshilik ni xohlaydigan inson bu yaxshi, uni biz asrashimiz kerak. Salom degan so'zni salmog'ini oqlang. Mana qarang, bu salom degan so'z oddiy so'z emas, buni salmog'i bor, buni yuki bor. Bu katta so'z. Buni qadriga yeting deyapti. O'lganda 100 soat yig'lab turgandan uni tirigida 1 soat yo'qlang. Ya'ni bir inson o'lganidan keyin uni yo'qlab, qabriga borib, qabr toshlarini qo'ygandan ko'ra tirigida 1 soat yo'qlagan bu savobli hisoblanadi. Ya'ni o'sha shu joyda O'tkir Hoshimovning dunyoning ishlari qissasi esimizga keladi. Yozuvchiga onasi tirikligida suratga tushaylik bolam, men yaqinda o'laman deganida O'tkir Hoshimov ishga shoshyapman deb bu gapga parvo qilmay ketib qoldi. Onasi vafot qildi. O'ylab qarasa, onasi bilan tushgan bitta surati yo'q ekan. Onasi vafot qilganidan keyin unga bir qissa, bir asar, katta mashhur asar bitdi. Ya'ni biz bu yerda yozuvchini qoralamoqchi emasmiz, shunchaki o'sha asardagi voqeani bu holatga solishtiryapmiz.
Endi gumon. Bu gumon shubha haqida. Badgumonlikdan saqlaninglar, chunki eng yolg'on so'z bu gumondir. Chunki gumon bu yolg'on-ku, isboti yo'q-ku. Shuning uchun biz uni yolg'on deymiz. Kavlashtirmanglar birovni aybini. Josuslik qilmanglar, ya'ni birovni iziga tushmanglar aybini topaman deb. Bir-biringizga hasad qilmanglar. Bir-biringizga orqa o'girmanglar, bir-biringizni yomon ko'rmanglar, birodar bo'linglar. Mana. Demak, bir-biringizga hasad qilmang deyapti. Dinimizda eng yomon illatlardan birisi hasad. Alloh buni juda ham yomon ko'radi. Nimaga? Chunki misol uchun Alloh bir bandasiga mol dunyo berdi. Endi biz shunga hasad qilamiz. Bu aslida norozilik. Allohning taqsimotidan, uning hukmidan norozilik. Buni Alloh bergan edi-ku mana bu bandaga. Bu Allohning-ku bu boylik aslida. Lekin biz shunga norozimiz. Ya'ni Alloh bu boylikni bu bandaga bergani uchun biz norozimiz. Demak, biz Allohning taqdiridan norozimiz, uni qilgan ishidan norozimiz. Mana, demak bu hasad faqat bandaga yomonlik emas, bu Allohga nisbatan ham isyon. Shuning uchun ham bu juda yomon illat. Yoki Alloh bir bandaga ilm ato qildi. Biz hasad qiladigan bo'lsak, demak biz o'sha Allohning bu taqdiriga, qilgan ishiga e'tiroz bildirayotgan bo'lamiz, isyon qilayotgan bo'lamiz. Demak, hasad bu Allohga isyon. Mana buni qoidasi. Shuning uchun birinchi eng yomon illat shirk bo'lsa, ya'ni Allohning borligiga ishonmaslik bo'lsa, undan keyingi yomon illat bu hasad hisoblanadi. Mana bu yerda Abdulla Oripovning hasadgo'y she'ri berilyapti. Mana, insof berar bo'lsa Xudoyim agar, o'g'rini tarbiyat aylamoq mumkin. Demak, o'g'rini ham tarbiyalasa bo'ladi. Og'ir gunoh, lekin tarbiyalasa bo'ladi. Noyahon birovga yetkazsa zarar, telbani zanjiriga boylamoq mumkin. Telbani ham masalan chorasi bor. Uni zanjiriga bog'lab qo'yamiz o'ziga kelishi uchun. Eng katta yovni ham yengmoqlik oson, bitta sotqinni qo'lga olsang bas. Mana sotqinlikni ham iloji bor. Sotqinlik ham juda bir yomon jirkanch illat, lekin uni ham iloji bor. Bitta sotqin bo'ladi o'zi orada, ichingda shuni qo'lga olasan bo'ldi. Sotqinlik bartaraf bo'ladi. Donoga aylanar hattoki nodon, johillikni ham davosi bor. Lekin faqat hasadgo'yni daf qilib bo'lmas. Mana eng yomoni shuning uchun hasad. Hasadgo'y hech qachon to'g'rilanmaydi. Yuqoridagi hadisning mazmuniga mos she'r. Ilm olish haqida. Mana payg'ambarimiz nima dedi? Ilm bir xazina, uning kaliti savol. Ya'ni biz biror bir binoga kirish uchun bizga nima kerak? Kalit kerak. Demak, ilm bir saroy bo'lsa, uni ichiga kirish uchun kalit kerak, ochish uchun bu savol ekan. Savolsiz ilm bo'lmaydi. Demak, so'rash kerak. So'ranglar, so'rashda 4 kishi savobga ega bo'ladi. Mana savol berayotgan odamga savob yoziladi, javob berayotgan odamga savob yoziladi va o'sha savol javobni eshitayotgan odamga savob yoziladi va ularni do'st tutuvchilarga savob yoziladi. Nimaga Alloh taolo shu darajada ilmni olish bo'yicha, savol javob bo'yicha shuncha savoblarni beryapti, shuncha odamni rag'batlantiryapti? Savob bu rag'bat aslida. Nimaga? Chunki ilm bu muhim narsa. Taraqqiyot, rivojlanish, insonni mana shu yerda xalifa bo'lib, yerni tinch saqlashi bu ilm bilan bog'liq. Shuning uchun Alloh ilmni ustun qo'yadi. Bu taqvo ustunmi, ilm ustunmi deganda ilm deyiladi. Taqvo bu
o'sha Allohga ibodat qilib, o'sha juda bir zohidlik, o'zini nafsini tiyish bu taqvo. Shundan ham ilm ustun turadi. Ya'ni aytadilar-ku, taqvosiz ilm bo'lishi mumkin, ilmsiz taqvo bo'lmaydi. Mana bu yerda Alisher Navoiyni bayti: bilmaganin so'rab o'rgangan olim, orlanib so'ramagan o'ziga zolim. Mana so'ramadimi, savol bermadimi, o'ziga zolim. Insoniyatga zolim. U tagini kavlashtirib boraversa katta-katta ma'nolar chiqadi. Yaxshilikka yaxshilik qilish haqida. Payg'ambarimiz aytdi: kim moddiy jihatdan birovga yaxshilik qilsa, unga ham yaxshilik qaytarilsin. Ya'ni birov sizga yaxshilik qilsa, siz unga qaytaring imkon qadar. Yaxshilik qilishga qurbi yetmasa, u kishini g'oyibona maqtasin. Ya'ni o'sha inson menga yaxshilik qilgan edi deb maqtashimiz kerak, agar yaxshiligiga javob qaytarib bilmasak. Chunki maqtash tashakkur o'rniga o'tadi, shukr qilishga. Ammo u kishining yaxshiligini yashirsa, undan tongan, yaxshilikni bilmagan bo'ladi. Ya'ni bizga yaxshilik qilgan odamga yo yaxshiligini qaytaraylik, birinchi bosqich, yoki qurbimiz yetmasa, hech bo'lmasa boshqalar yonida uni maqtab qo'yaylik, o'sha qilgan yaxshiligini e'tirof etaylik, bu shukr bo'ladi. Agar buni ham qilmay biz bu yaxshilik qilganini aytmasak, biz undan tongan, yaxshilikni bilmagan bo'lamiz. Kim o'zida yo'q narsani menda falon narsa bor deb maqtansa, 2 qavat kiyim bilan o'ralgan bo'ladi. Ya'ni yolg'on ustiga yolg'on qilgan bo'ladi. Mana bu yerda bu hadisga mos bayt Alisher Navoiydan: ki har kim ayon etsa yaxshi qiliq, yetar yaxshilikdan anga yaxshilik. Demak, yaxshi qildikmi, albatta bizga yaxshilik yetadi, deyapti Hazrat Navoiy. Xo'p.